Birinchi tur 5-savol. 2321 sonining ikkita tub bo'luvchisi bor. Shu sonlar yig'indisini topishimiz kerak. 2321 soni qaysi songa bo'linadi? Aniqroq aytganda, qaysi tub songa bo'linadi? Oxiri toq 2 ga bo'linmaydi. Raqamlar yig'indisi. Raqamlar yig'indisini hisoblaydigan bo'lsam, 2 ga 3. 2 ga 3, keyin 2, keyin 1. Hisoblab chiqadigan bo'lsam 5, 7, 8. 3 ga ham bo'linmas ekan. 4 tub son emas, 5 ga ham bo'linmaydi. 7 ga ham 7 ga bo'linarmikan? Qani 7 ga bo'lib ko'radigan bo'lsak. Yo'q, menimcha 7 ga ham bo'linmaydi. Bu yoqda bir sir bo'lishi kerak. Shunchaki bermaydi bu savolni. 11 ga bo'linarmikan? 11 ga bo'linish qoidasini ishlatib ko'ramiz. Toq o'rinda turgan raqamlar yig'indisi. Toq o'rinda, ya'ni mana bu 2 bilan 2. Birinchi va 3-o'rinda turgan sonlar. Toq o'rinda turganlarning yig'indisi va tepaga chizganlarim juft o'rinda turganlari. 2 va 4-o'rinda turgan sonlar. Raqamlar aniqroq yig'indisi. Shularni ayirishim kerak. 4 ayrilgan 4. 0. 0 chiqdi. Demak, bu son 11 ga bo'linar ekan. Bo'ldi. Demak, 11 ga bo'linadi. 2321 bo'lingan 11. Tub ko'paytuvchiga aytaman. 2321 ni 11 ga bo'ladigan bo'lsam, 211 degan javob chiqar ekan. Demak, 211 ham tub son. 211 ni 211 ga bo'laman, 1 degan javob chiqadi. Ikkita tub bo'luvchi, bular 11 va 211 sonlari. Endi o'sha 11 va 211 ni bir-biriga qo'shaman. 222 degan javob chiqar ekan.